Salam aleykum bütün dünyadaki karındaşlar. Salam sizlerge. Bugün bulupmu İstanbul'da, Ankara'da Jallat Vangiga karşı namayış yapırvatkan analar, balalar ve erkekler barlık hemminlarının bugünkü kılgan canlarınla Allah bir məqsədke asıl kısın. Japat attınlar. Bulupmuş uzun müddet 3 ay oldu sizle çıkıvatkıl toxtumay. Uzun müddetlik ata-anası, balları, uruk tukalları toğırlık guvalıqtın ötüvatkan karındaşlar sizlerge çoğun rahmet bütün dünyadaki şu namayışqa, maslışıp Türkiye'deki namayışqa bütün dünyanın hem yerde namayış yapırvatkan karındaşlarım hemminlarga samimi salam aleyhtiram. Bulupmu Türkiye'de uzun müddetlik namayışını teşkillep aşını açıkıvatkan Kösen ve Burhan ve yaşlardan çıkıvatkan bir neçe ballar 3 yılını yakı çıkıvatkan hemminlarga rahmet. Şunu teşkilleştirgende ayallardan, ayal kahramanlarımızdan tamaklarını etip, ayallarını teşkillep öylerden açıkıp, hem onun inkin Türk teşkilatlarından, cemaatlerden yemek, içmek, kiyim keçek ekip, yaşlarga, ballarga taqıtıp, öyler görüp, halkın kıyınçılığı egi çıkıvatkanlarga çeksiz rahmet etimiz. Rahmet sizlerge salam yollayman. Şunun bilen birge Allah Türkiye hükümeti Van Yiğit'in onun gipini anlamay, onunla bizning qırılıvatkan halkımız toğırlık, qandaq toq tutuş, qandaq qısas eliş toğırlık gap qıla siyasi oluruz dep oylayman. Muşundaq bir paytda men sizlerge bir narsani xabar qilma. O bosmu bizningki meşhur şahsimiz Sitim Türk. Sitim Türk kim degen vaqtida men turmadan chiqsam şu dünya qurultayı bilen, dünyadakiler bilen billa şu milli qurultay bilen degandek Türkiye'nin özde şu Uygur davasıga maslashib ishlab kelayotgan bir yosh yigitken 15 yıldan beri Türkiye'de turuşluk mening vakillik xizmatimni qildi. Hem dünya qurultayınki en birinci umurluk meningden keyin qalsa birinchi ma'mur raislik vazifasini ado qildi 12 yıl 13 yıl. Sitim Türk naiti bir söz naiti natuk yani jim turmay özünün xalqini, faaliyetini to'xtatmagan bir adam. Gerçi vatanda çoğun olmagan bolsa-mu, vatanning bulung pushqaqlari, yezik qishloqlarida bo'layotgan ishlarni xuddi turmalarning ichida yetib chiqqandek, yezik qishloqlarni aylangandek berib yuritib beradi. Bo'libmi Sitim Türkning nutqlarini Türk tilida so'zlaydigan har millat xalqi Turkiyadagi Türklar nayt suyib anglaydi. Nayt ko'p odamlar anglaydi. Shuningga bundaq siyosiyalarimiz bizga nayt zörül, hem faaliyetchan, to'xtamas, zarb yesimi nurgun besimlar bolsunmu öz halkının davasından vaz keçmay kılıvatkan bir şahs. Hazır o kişinin vazifesi Şarkı Türkistan Meclisi'nin prezidenti, özünler bilisler, aşı teşkilatını kurgan aşı Şarkı Türkistan Meclisi'ni teşkillegenden tatıp şu faaliyetini ipirvatıdı. Hem Sitim Türk yana onundan başka mınlıgan, 2 mınlıgan o halinde Türkiye hükümeti gidip mahallelerini seppedi, lekin o nurgun buzgunçılıkla uçurap özümüzün içindeki uşak düşek, talaş tartış ve çekimçilikler bilen mahalleler tarqılıp hazır nurgun adamlar özsüz qıp veyrançılıklarını tattı. Muş hizmetlerini Tayland, Malayşiya'dakilerini qaytırıp əkelişdi bu nayet çoğun rol oynadı. Gerçi onu pul yap ketdi, ap ketdi, içip ketdi degen töhmetler, g'ayvatlar boğan bolsa-mu, o hiç qandaq töhmet, g'ayvatlar pisand qilmay öz xalqının avazını dünyaga altıp geldi. Meyli g'arib bolsun, meyli şarq bolsun, meyli Türkiye bolsun, muxbirlar bolsun, xalq içinde bolsun, o davanı to'xtat kelmay. Muşundaq bir adamның, muşundaq adam yalğız hit emas, bizning aramızda az bo'lmagan muşundaq qahramonlarimiz var. Muş qahramonlarimizni biz ayab qilishimiz kerak, muşundaq adamlarni biz qo'g'dishimiz kerak. O'zinglar bildinglar, yaqinda Ablikim Mahsum dunyodan o'tdi. Qanday qilib o'tib ketdi? Ablikim Mahsumdan qanday ayrılib qoldik? O'z ajali bilan o'ldimi, suiqasd bilan o'ldimi, biz uni bilmaymiz. Mana tunugün Sitim Türk Van Yiğit Jallatning oldiga qarshi chiqish uchun Ankara'da namoyish tashkillagan 5 parlament a'zosini chaqirgan, necha partiyanın başlıqları kelməkçi olğan namayışını çaqırıb ətdegəndə Ankara'ya getib keliş üçün təyyab olğa vaxtıda Sahiyə nazarətdən uqturuş bilən krona bu adam uçqışıb qapsan degen bana bilərlər öyünə saqçılar qorçab işinin aldığı bir neçə saqçı maşinisi sitni öyün talağı çıxılı qoymağan.
nazorat ostiga elindi deymiz biz. Buni mirziqamoq deymiz. Men Türkiye hükümetining bu qilayotgan ishiga qattiq norozilik bildiraman. Türkiye hükümeti sizning düşmanınız emas. Türk xalqining Türkiye hükümetining hech qachon dushmani bo'lmaydi. U Türkiye hükümetiga haqni haq deb, rostni rost deb, Uyg'ur masalasimi, Türk masalasimi, xalqarалық munosabat masalasimi, Türkiyening manfaati, Türkiye xalqining manfaati uchun to'g'ri xizmat qiladigan adam. Bunda xatolashmasligingizlarni umid qilaman. Endi uni nazorat ostiga nima ish qilib qo'ysiz vaqtga vaqt. Uni nima qilib osmonni o'rib o'tamdi? Balkim o'zimizning ishidagi Xitoyning xoinlari, shuhratparastlar bu yerga berib chiqib, sitni to'xtatib biz chiqimiz oldiga deganmi bo'lishi mumkin. Buni mi ijro qilib bergan bo'lishi mumkin. Sizmi to'xtab qoling unda qilmoq. Şunu Seytim Türk'nün bu yerda mirziqamoqqa elinishini men nayeti tasadifiy ishlab qaramadim. Buni nayeti bütün Uyg'ur xalqi biladigan, anglashga tegishlik, davomli o'zining qahramonlariga, o'zining faoliyatchilariga Uyg'ur xalqi egi chiqdi. Mushuni o'qib qolsin. Bundaq ahvollar yana davomli yuz bermasin deb. Uningdan keyin Türkiye'de qo'lga ilinayotgan adamlar masalasini surishti qilishdimi? Nayeti diqqat qilinglar. Men mushuni anglayapman. Men işini Türkiye hükümeti herkes bundaq bizden Uygurlarını çıqırıp etmeydi. Çıqırıp etmişsimi? Bu şuna işlerini sürüştü qilib turinglar. Seyit meselesiga kelgan vaqtida. Endi Seyitdim Türk chet elga chiqadigan ishlarda, nurg'un ishlarga, falokatchilikka duch keldi. Uygurlar, Türkiye'deki tashkilotlar hammanglar o'zinglar qo'linglardan kelgan ishni qilyapsizlar. Bir-biringlarni qadrlanglar. Mening Seytim Türk to'g'riliq bütün dünyadaki Uyg'ur xalqining bilib qilishi va bu haqda muhokim qilib Türkiye hükümeti o'zining fikrini aytishi, buni to'g'riliq cho'qim o'zining so'zini deyishini umid qilaman. Ham igi chiqishini umid qilaman. Biz tarixdan beri mushunda bir ishga duch keldik qarindoshlar. Sizlar qaranglar, Yaqub Bag'ning vaqtidan tortib, Sabit Damullamning vaqtidan tortib, Lutfullah Mutallabdan tortib, Abdulaziz Maqsimdan tortib, Abduxoliq Uyg'urdan tortib, bütün qahramonlarimiz Uyg'ur munofiq Uyg'ur xoinlarning chiqishtirishi va shularning suiqasd qilishi, shularning zahar sepirishi, shularning pichoq tiqishi, shularning tutib o'zining dushmaniga topshirishi, mushu hasaddan, mushunday ishdan chiqib yo'qolgan. Bu tarix muşuna kelgan. Bütün liderlerimiz aşına ölgen. Hatta mening pulimni Amerika hükümeti to'xtatib etsa, qaysi bir tashkilot qo'shib bermaydi. Hatta meningmi mush millatga yetakchilik qilayotgan mushunchalar azob oqibatlar ömrüm bo'yi mush davoni qilib, qanday qilib vatanimni mustaqil qilaman degan Robiya Qodirning iqtisodini mush chiqishtirish, hasad, xoinlarning qo'li bilan pulimni to'xtatdi. İmza koyup 5 adam. Bana Türk birisi depede o Kırmanya'dan gelip palancı 5 adam imza koyup sizin pulunuz. Gerçi beni bir yerde demokratiya devlet turmuq sol tüytenmeydi. Sol tüytenmesin o. Kelip öldürüp itemedi. 4 qetim suikast uçurdum öldürüş için. Ben hayat kaldım. Meni mi kıldı? Ben bunundan Amerika'nın qoğdaşı bilen ben hayat kaldım. Lekin pulumnu to'xtatalıdı. Pulumnu to'xtatalıdı. Yaratqa Allah bana egi çıktı. Mening özüm yana tek işimni davamlaştırıp ketip baraman. Mushundaq özаңlarning voy madara qilayli. Voy ittifoqlashayli. Ittifoqlash objektivi bor, qarindoshlar. Madara qiladigan objektiv bor. Hammani quchoqlab olasiz, vataningiz ashna mustamlik qilgan. Hammani quchoqlab olib, hammamiz to'g'ri bir dasxonda o'tda saqlab bo'ladi degan kun bizning vatanimizdan ayirib, bugun Xitoyning qo'lida qenimiz eqiyotadi. Oq qorisi qora bo'lishi kerak qarindoshlar. Madara qilishning, ittifoqlashning cheki bor. Siz xoinni quchoqlab madara qildingiz deb, munofiqni quchoqlab qolganligingiz uchun munofiq qo'yningizga kirib yuragingizga pichoq soldi. Bizning doirlarimizning, qahramonlarimizning tamqiga zahar soldi. Shuning uchun bu ittifoqlashish deganning chekining borligini o'qib qiling. Endiki o'zingiz turayotgan hukumatlarga siyosiy yo'llar bir-biringizni chaqmang. Men Amerikada hozir men chiqishtiradigan niyatim bo'lgan bo'lsa, men 2-3 odamni to'xtatib qo'ya olaman. Yo'q, men qilmayman uni. Chunki mening xalqim yerda ko'rdig'ini ko'ryapti, oldirmay hammasi o'zi tasqilab chiqdi, tarix o'zi orib chiqdi. Men bu masala. Yani 3-cü bir masala men o'tirib qo'ymoqchi, u nima deganda, mush toplarda mustaqillik, avtonomiya dedi, palanchi mustaqil dedi, o'qonchi avtonomiya dedi, talash tortish intayin ig'ir. Xalqda
Müstakillik intizarlığı şunçilik pelek çıktı. Ezeldim menin halkım müstakillikte pelek çıkıp kelgen. Lekin aldığı ötüp ağam bir kısım, bir uçum halksı, bir uçum münafıklar setip kelgen menin halkımni. Meyli Manjuriyanın vakti olsun, meyli onun aldıdaki vakti olsun, meyli kiyinki vakti olsun, meyli Gomindan vakti olsun, meyli Gungsandan keldiği vakti olsun. Gungsandan besip ağandın keyin inkılapçılarımız da setip geldi. Qarindaşlar, qaçan uyğunuzni açsız. Hazır mishad avtonomiya dedi, müstakil buldu degan talash tartish bo'ldigan vaqtma. Shu millionlab xalqimizni qirvatgan vaqtida qanday avtonomiya bilasiz? Qanday avtonomiya bilasiz? Avtonomiya degan gapni sizning yodlash salohiyatingiz yo'q. Bizning Xitoy bilan navbatma-navbat aldab keldi. Endi mustaqillikdan boshqa yo'limiz yo'q. Endi sizga kim berdi? Salohiyatni kim berdi? Kelib New Yorkka kelib so'zlaydi ekansiz. Yevropa parlament qilib palonchining ideyasi, pistonchining ideyasi. Biz shuning ideyasini demamiz. Xitoy bilan yashaymiz. Avtonomiya bo'lamiz, mustaqil bo'lmaymiz deb. Siz kim? Kimga vakil deyapsiz? Sizning nima salohiyatingiz bor? Mening 30 milyon demsiz, 35 milyon demsiz, 20 milyon halkım to'g'riliq söz açıdığan senin nima salohiyating var? Sen şundaq deydigan nima salohiyat? Sen kim? Kim berdi sana şu huquqni? 80 adam bilan o'zingni saylab bilib, 30 adam bilan o'zingni saylab bilib, 5 adam bilan bir guruhni qurib, bir tashkilotni qilib bilib, Uyg'urning mustaqilligi, Uyg'urning avtonomiyasi to'g'riliq sening so'z etish nima salohiyating var? Uyg'ur xalqi o'zining avtonomiya, mustaqillik bekitadigan doiralarini o'zi bekitadi. Sizlardan so'ragan vaqtda sizlarning deydiganinglar, men sizlarga og'zinglarga sep beray. Uyg'ur xalqi Xitoy bilan yashamaydi. Muşu holat keldi, aqmağı o'ltirdi. Mustaqil burilishdan boshqa yo'l yo'q danglar. Agar mustaqil deyishdan sen qo'rqsang, avtonomiya olaman dedi deb xalqning nomidan so'zlamasan. O'zingning nomidan so'zla. Men bir shaxsiy avtonomiya bo'lishni xohlayman. Xalq demdaydi, ben onu o'qimayman da. O'zingizning shaxsiyatingizni so'zlang. Men Xitoy bilan men shaxsiy o'zim yashashni xohlayman. Xalq demdaydi, men o'qimayman da. Ya ailengizga vakolatdan dang, ya oilam bilan dang. Siz ashunda degan vaqtingizda, oningdan keyin siz bir odamlik salohiyatida bo'lasiz. O'zingiz xohlagancha gap qilmang. Men yaqinda muxbirlarga o'zimizning bir siyosiy bolalarimiz yaxshi so'zlabdi. Men ismini atab o'tmay bu yerda. Mustaqil bo'lamizlar yoki avtonomiya bo'lamizlar deb ekan. Biz lagerni taqdimiz, turmini taqdimiz, taqassun, lekin bizning Uyg'ur xalqi mushunda qirilayotgan sharoit ostida qanday avtonomiya bo'ladi? Mustaqil bo'lmay boshqa chora yo'q deb so'zlabdi. Mush mazmunda so'zlab. Mushunda so'zlang. Ma xalqqa vakilatan emas, mushunda tahalli qiling. O'zingiz bir chati to'g'a odam bo'lib, men Uyg'ur xalqi mustaqil bo'lishni xohlamaydi deydigan, siz butun xalqning og'zimi siz edeysizmi? Siz mening vakilimmi? Men mustaqillikdan boshqadan unumayman. Shuning uchun siz haqqi vakolatdan so'zlamang bundan keyin. Ham meningki bugun shu qisqacha gap qilib beraman deb uzun so'zlab ketdim. Ko'pchilikka deydigan gapim shu, xalq bir guruh qurib, bütün tashkilotlardan yig'ilib, hammasi o'rtaq vakilni chiqarib, men uningga qatnashib, boshqalarni qatnashib, minglag'an, 10 minglag'an, millionlag'an odamning ovozi bilan o'zimizning rahbarlik guruhini qurib chiqqan vaqtimizda shularga andikin avtonomiya, mustaqil degan gapni deyish demaslik salohiyati beriladi xalqdan. Berib bir odamning, ikki odamning deydigan gap emas. Mushuningga buningki o'zingizni to'nib biling. Har qaysingiz gap qilgan vaqtida diqqat qiling. Biz shaxsan men bir Uyg'ur xalqining ma'naviy onasi bo'larak, Uyg'ur xalqi meni lider dedi. Mushuning bo'larak o'zimning berdigan javobim vatanning ichidan tortib hozirgacha o'zim cho'ng bo'lib o'rgangan xalqimdan anglagan gap, hech kimning avtonomiya bo'lishni xohlamaydiganligini, mustaqil bir vatanining egisi ekanligini, bu vatan Xitoyning emas ekanligini zar yig'lab bu yerdan ketgan ziyolilarning, qahramonlarning guvohchisi bo'lish suhbatim bilan men Uyg'ur xalqining cho'qim yaqin kelgusida mustaqil bo'lganligiga ishonaman. Rahmat sizlarga.